Bugun singlimnikiga mehmonga bordim. Qo'llarimni o'ynatib qurtobi taomini tayyorlab berdim. Tojikistonning milliy taomlaridan biri. Sochni xamir qilib olamiz. Uyingizda bor yog'ni quysangiz bo'laveradi. Xamirimizni mushlab 20 minutga tindirishga jo'natib yuboramiz. Duxovkani oldindan 180 gradusga yoqib qo'yamiz, keyin xamirimizni yoyamiz. Xamirni yupqaroq yoysangiz pesochniy bo'lib chiqadi, suxarik bo'lib. Yupqaligini shu videoda ko'rib olsangiz bo'ladi. Uyda chekich yo'qligi uchun vilkadan foydalandik. 30-35 minutga duxovkaga jo'natib yuboramiz. Patirimiz pishguncha shakarobimizni tayyorlab turamiz. Shu orada bitta piyozni zig'ir yog'i bilan qovurib olishimiz kerak. Piyozimiz tillarang bo'lguncha qizartirib olamiz. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Siz ham bir marta tayyorlab ko'rsangiz, tomog'ingizda qoladi. Suzmamizga qaynoq suv quyib, yaxshilab atalab aralashtirib tashlaymiz. Bir qoshiq tuz solamiz. Shu yetdi. Mendagi masallarimizni qaynog'icha maydalab to'g'rab tashlaymiz qo'limiz bilan. Ana keyin aralashtirilgan qatig'imizga yaxshilab aralashtirib, ustidan zig'ir yog'i bilan piyozni quyib yuboramiz. Bu taomni zig'ir yog'i bilan qilsangiz, ana keyin mazasini tushunasiz. Sariyog'da qilsa ham bo'ladi. Tobimiz tayyor. Mehmonga kelinglar. Yoqqan bo'lsa kommentariyada 5, yoqmagan bo'lsa 2 qo'yib ketarsizlar.